Shveysariyada Gulnora Karimova va banklar ustidan sud boshlandi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Shveysariya huquq-tartibot idoralari tomonidan bundan 14 yil avval boshlangan shov-shuvli jinoyat ishi yangi pallaga kirdi. Dushanba 27 aprel kuni mamlakat Federal jinoiy sudida O'zbekistonning birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va uning sheriklari ustidan navbatdagi sud jarayoni boshlandi. Shveysariya bosh prokuraturasining da'vosiga ko'ra, Gulnora Karimova tomonidan boshqarilgan va ofis deb nomalangan jinoiy tuzilma yillar davomida O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirishni istagan xalqaro kompaniyalardan yirik miqdorda pora undirib kelgan. 2012-yilda ochilgan ushbu ish doirasida korrupsiya, jinoiy guruh tuzish va katta miqdordagi mablag'larni noqonuniy yuvish kabi og'ir ayblovlar ilgari surilmoqda. Bu galgi sud majlisining o'ziga xos jihati shundaki, sudlanuvchilar kursisida nafaqat jismoniy shaxslar, balki Shveysariyaning nufuzli moliyaviy institutlari ham o'tiradi. Xususan, Lombard Odier banki korporativ jinoiy mas'uliyat doirasida javobgarlikka tortilgan. Prokurorlar bankni pul yuvishda bevosita ayblamayotgan bo'lsa-da, bank rahbariyati shubhali mablag'lar oqimini to'xtatish va jinoiy zanjirning bir qismiga aylanib qolmasligi uchun yetarli choralar ko'rganmi degan masala ko'rib chiqiladi. Shveysariya sudi o'z tarixida birinchi marta dalil to'plash uchun mamlakat tashqarisiga chiqib, 2026-yil boshida Toshkentda Gulnora Karimovani ikkinchi bor so'roq qilgan edi. Biroq bu jarayon xalqaro huquq me'yorlari bo'yicha ko'plab e'tirozlarga sabab bo'ldi. Shveysariyalik sudyalar savollarni bevosita emas, balki O'zbekiston bosh prokuraturasi orqali berishga majbur bo'lgan. Maxfiylik talablari va jinoiy javobgarlik haqidagi ogohlantirishlar sababli advokatlar jarayonda qatnashishdan bosh tortgan. Bu holat mazkur ko'rsatmalarning Shveysariya sudida qanchalik qonuniy kuchga ega bo'lishini katta so'roq ostida qoldirmoqda. Sudlanuvchilarning Jeneva yoki Berlinzondagi sud zalida shaxsan hozir bo'lishi ehtimoli juda past. 53 yoshli Gulnora Karimova ayni damda O'zbekistonda jazo muddatini o'tamoqda. Uning asosiy biznes hamkorining qayerdaligi esa noma'lumligicha qolmoqda. Shu sababli sudyalar ishni sirtdan ko'rib chiqish yoki uni alohida qismlarga bo'lib yuborish imkoniyatini muhokama qilishmoqda. Aziz muxlislar, sizningcha 14 yildan beri davom etayotgan mashhur jinoyat ishi nihoyat o'z yakuniga yetadimi? Shveysariya banklarining ushbu jarayondagi javobgarligi haqida nima deb o'ylaysiz? Izohlarda fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang.